Bizda faqat nasoslar emas, nasos uchun mo'ljallangan yaxshi pajani ishlankalarimiz ham bor. Pajani ishlanka deb aytiladi, lekin bog'dorchilik uchun, dala sug'orishlar uchun ishlatsanglar bo'ladi, talik uchun yaxshi variant bo'ladi. Razmerlari 40 mm dan boshlab 300 mm gacha bor. Mana hammasi 65 talik, 40 talik, 50 talik, 125 talik, eng hado 50 taliklar ham bor bizda. 2 qavatli hisoblanadi. Bularni uzunligi 20 metr bo'ladi. Yo'q, 20 metr menga kamroq 30 metr kerak edi. Bu variantlarimiz ham bor. Bu ham mana. Ichi 2 qavatli, ichi qora rezinoviy bo'ladi. Bu bir qavatli emas, u bilan solishtirmaydi buni. Veslari ancha og'ir bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bu ko'rayotganingiz 250 talik bo'ladi. Eng kichkinasi 40 talikdan 250 talikgacha bor. Bular 30 metrliklari. Narxlarini kelishtirib beramiz. Bu videoni yeri bor, dalasi bor okalarga tashlab qo'ysanglar, hammamizga manfaatli bo'ladi. Pastda nomerni qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar.